Jadid bobomiz Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkentning Mergancha mahallasida to'quvchi savdogar oilasida tug'ilgan. Abdulla Avloniy 1904-yilda jadidchilik harakatlariga qo'shilib, Mirobodda o'zining ilk usuli jadid maktabini ochgan. U darslar orasida tanaffuslarni, o'quvchilar uchun sinfdan sinfga o'tish imtihonlarini joriy qilgan. 1909-yilda ma'rif ishlariga yordam beruvchi Turkistondagi ilk jamg'arma jamiyat xayriyani tashkil etib, jamg'arma hisobidan yetim bolalarni bepul o'qitgan. Yangi davrning ilk o'zbek diplomati bo'lgan Abdulla Avloniy Afg'onistonda bosh konsul sifatida muvaffaqiyatli ishlab, afg'on amiri Omonulloh bilan yaxshi aloqalar o'rnatgan. Geografiya, kimyo, geometriya, fizika fanlarini maktab dasturiga kiritish tashabbuslarini birinchilardan bo'lib ilgari surgan. U 1913-yilda Behbudiy bilan birgalikda Turon nomli Turkistondagi birinchi teatr truppasini tashkil etgan. Bu truppa hozirgi O'zbekiston Milliy akademik drama teatriga asos bo'lgan. Abdulla Avloniy 1934-yilning 25-avgustida 56 yoshida vafot etgan.